takipchilar. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz sizlar bilan mana bunaqa joyga kelganmiz. O'ndan tushyapti. Yana balog'ga keldik. Bitta akam turibdi, qalmag'i. Yana meni qalmag'im. Hozircha baliq tutmadik. Kelganimizga bir 2,5 soat, 3 soatcha bo'lib qoldi. Bizni kuzatib boringlar. Agar prosmotrimiz ko'payib ketsa, yana mana shunaqa joylarga tez-tez borib turamiz. Bizni kuzatib boringlar. Maktab baliq tutadigan joyda mana shu tegalar tashlab qo'yishgan. Pulli joy bu yer. Kreatkani to'lov qilib turamiz. Maktab jalloyroq ekan. Mana ob-havo ancha bulutli. Ancha salqin bo'lib turganiga keldik. Tortyaptimi? Yashtirib qo'ydingizmi? Hozir Muhammad akamda katta baliq tutilibdi. Tutmadingizmi? Ilinadimi? Mayli, xudo aytgani bo'ladi. Cho'l solingda bo'lmasa. Hozir qarangda. Men ham ko'chdim maytga siz oldingizga. Loylik uchun yurishga qiynalyapti. Xo'sh, hozir men ham mana qalmag'imni olaman. Hozircha hech narsa yo'q. Chetga qo'yib turayman. Mana kamera ekan. Nima deyapti? Tushunmadingiz-a? İşte. Sekin koyup koyamiz. Tortyaptimi hali ham? Tortni qo'ydimi? Chiqyaptimi sazonmi? Yo'q, chiqmayapti. Endi hozirgina kelishdi, so'rashyapti. Men o'z savolim. Men Abdulim bo'lmasam. Qancha zamin bu? Bitta laqqa. Chiqmayapti. Men ushlab turing, qalmog'ida ko'rsatib turing.
Ko'rmana kutishim. Sana shu oldi bering. O'chirib qo'ymang. Assalomu alaykum o'rtoqlar.